Namangan Axsikentdan boshlangan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan mana hayot baxsh etildi qayta va asosiysi mana shu joyda ochiq osmon ostidagi muzey barpo etildi. Toshkent viloyati Yoshlar kundagi media jamoasi Axsikentda press-turda qarang, qadimiy qal'ada turibmiz orqamizda. Gap yo'q, fonni qarang, fonni. Endi haqiqiy mehnatingning samarasi ko'rilyapti. Orzu qilardim Axsikent o'sha qadimgi Turkistonimizni, ona yurtimizning eng qadimiy marvaridlaridan biri bo'lgan, shu mintaqamizdagi qadimiy shaharlardan biri bo'lgan Axsiqo'y qo'rg'onini borib ko'rish meni orzuyim edi. Mana bugun sizlar tufayli mana shu orzu amalga oshdi. Mana o'zim kelib shu ming yillik tarixlarni guvohi bo'lgan mana bu shu jarliklar, mana shu qadimiy qo'rg'on xarobalari bilan ko'rishib turibmiz. Bu tasavvurni, taassurotlarni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan mana hayot baxsh etildi qayta va asosiysi mana shu joyda ochiq osmon ostidagi muzey barpo etildi va bugungi kunda ham bir necha ochiq osmon ostidagi muzeylar qurilyapti. Namangan Axsikentdan boshlangan. Bundan 2300 yil muqaddam mana shu tepalik o'rnida ilk manzilgoh paydo bo'lgan edi. U asrlar davomida rivojlandi va sivilizatsiya markazlaridan biriga aylandi. Bir necha asr muqaddam bu yerda hayot qaynagan. Farg'onaning poytaxti shu yerda edi. Bugun esa u tariximiz in'ikosi sifatida biz uchun qadrli. Devalik mashina urib yoqib olib yo'q. Tepedagi yurish qismi beri ham ko'ryapti. Smartfon. Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz Axsikentdamiz. Mamlakat qurilishlar qanaqa? Qarang, qadimiy qal'ada turibmiz orqamizda. Gap yo'q, fonni qarang, fonni. Endi haqiqiy mehnatingning samarasi ko'rilyapti. Hali qiladigan ishlaring ko'p ekan. Senga kuch-quvvat bersin. Ishlaringga omad, ukajonim. Chiroylimi? Gap yo'q, malades. Toshkent viloyati Yoshlar kundagi media jamoasi Axsikentda press-turda qiziq kelganimdan tepaga chiqib ustalar bilan gaplashishdim. Qachon bitadi? Qachon ko'rishga kelsak bo'ladi buni deb. Zo'r.